Assalomu mening yurtim telekanalida yana odamlar orasida tok-shousi. Bugun bekatlarda tunni tongga o'layotgan yurtdoshimizning muammosi haqida fikr yuritamiz. Muhabbat Isayeva 1979-yilda Toshkentda tug'ilgan. Uning to'ng'ich farzandi Mohira 15 yoshda, o'g'li Akbar 5 yoshda. Bir yil avval turmush o'rtog'i dunyodan ko'z yumgan ayol ikki farzandi bilan nima sabab tunni bekatda tongga ulamoqda? Shu kabi ko'plab savollarga bugun oydinlik kiritamiz. Ikkita voyaga yetmagan farzandim bilan ishsiz, uy-joysiz qiyin ahvolda qolib ketdim. Hozirgi kunda Yunusobod tumanini har xil bekatlarida tunaydigan bo'lib qoldik-da, chunki boradigan ma'lum bir joyimiz yo'q. Ayni paytda Muhabbat Isayeva va ularning yaqinlariga yordam qo'lini cho'zgan Toyir akani bugun studiyamizga taklif etganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Toyir aka, Muhabbat opani va ularning oilalarini qanchadan beri bilasiz? Shu mashbu yilni boshidan 4 oycha bo'lib qoldi. Mahallaga ariza bilan chiqishgan ekan. Men mahallada faolman. 3-4 kishi xabar olgani bordi. Ahvoli yomon. Turgan joy yomon ekan juda ham. Sovuq payt edi, 15 gradus sovuqda mumkin emas o'tda yashash. Derazasi yo'q, svet yo'q, boshqasi yo'q. Keyin boshqa yoqqa ko'chirdik. Ustalarim keladi dedi, o'tdan ko'chirdi. Xullas 3-4 joyga ko'chirdi. Oxirida bo'lmadi. Mana ko'chada qolishdan qilib. Mahalla qo'ldan kelgancha yordam berdi, boshqa yordam berisha olmadi. Toyir aka, mana shu Muhabbat Isayevalarning oilasi qanday sabab mana shu holatga tushganidan xabaringiz bormi o'zi? Yo'q edi, men qiziqmadim. Sharoitini ko'rib, men o'zimni qabul qila olmadim-da. Hozir mana shu kelgandan keyin bilib oldim bularning tarixini. E'tiboringizni monitorga qaratishingiz mumkin. Ayni paytda biz bir muddat Muhabbat Isayeva va ularning voyaga yetmagan farzandlari istiqomat qilgan boshpana tasvirlarini sizga namoyish etamiz. Biz kelganimizdan keyin svet yo'q edi, o'zimiz qo'limizdan kelgancha svet tortib, faqatgina elektr bor edi-da, boshqa hech qanaqa sharoit, suv yo'q, gaz yo'q. Gaz haqida gapirmasam ham bo'ladi. Faqat o'choqda ovqat qilardik. Plitada, mana shu joyimizda bor, mana ko'rishingiz mumkin. Plitani qo'yib, xon taxtani ustiga adyol ilib, tancha qilib, oyog'imizni tiqib o'tirib shunaqa kun ko'rganmiz. Bu xonada ota-onam yashaydilar. Farzandlarim bilan narigi xonada yotganmiz. Sharoiti yo'q, xuddi shunga o'xshagan sovuq xonada kun ko'rishga majbur bo'lganmiz. Erta ham elektr energiya ham faqat kichkinagina plita asosida uyni sal isitishga harakat qilganmiz. Demak, Shu 2 nafar farzandim bilan shu xonada tunaganman. Bu eshiklar bo'lmagan, demak. Yo'q, faqat shu oynani romi bo'lgan, betga adyol ilganmiz. Oynaga 2 qavat qilib kilonka ilib shu yerda yashaganmiz. Endi o'sha yotgan simli temir karvatimiz bo'lgan. Bittasida qizim, bittasida men o'g'lim bilan yotganman. Demak, video lavhadan ma'lum bo'ldiki, nafaqat Muhabbat opa va ularning farzandlari, balki ota-onalari ham aynan mana shu chala qurilgan uyda, imoratda istiqomat qilishgan. Toyir aka, xabaringiz bormi, aynan mana shu joyda ular qancha vaqt davomida yashashdi? Taxminan ham bilmaysiz-a? Mazkur savolga javob topish maqsadida keling hozir Muhabbat opani o'zlarini mana shu yerga taklif qilsak. Muhabbat opa, xush kelibsiz. Biz video lavhani tomosha qildik. Tasvirlarda biz ko'rgan imoratda siz ota-onangiz, farzandlaringiz bilan qancha muddat istiqomat qildingiz? 2016-yil avgust oyining oxirida kelganmiz. 2017-yil yanvarida ayni qish qor yog'ib yotgan paytda biz bu yerdan ko'chib chiqib ketishga majbur bo'ldik-da. Yog'ingarchilik kam bo'lgan bo'lsa-da, lekin ancha sovuq keldi bu yilgi qish. Yanvar oyida siz o'sha 2 nafar voyaga yetmagan farzandingiz bilan mana shu ochiqni aytganda bir uy deb ta'riflash biroz qiyin bo'ladi. Mazkur boshpanani tark etib, qayerga yashash uchun bordinglar? Shu hovlini xonadonni egasi, "Mayli, qorda chiqib ketmang, bir hafta muhlatda yashashga joy toping, qidirib" dedilar. Bir hafta mobaynida joy qidirdim, ilojini topa olmadim. Onamla Isayeva Gulbahor qandli diabet bilan kasallanganlar uchun ularni xolamlarnikiga yuborishga majbur bo'ldim-da. Adamlar Isayev Hamidilla Yunusobod tumanida birinchi guruh nogiron do'stlari bor, 2 ta oyog'i yo'q-da. Bir xonali uyda 2 kishi 2 ta nogiron turadi. O'shadan keyin jo'natdim. O'zimga joy topa olmadim-da. Endi onam siqilmasinlar deb dugonamnikidan joy topdim. O'sha yerda yashayman, siz xolamnikiga borib turavering deb majbur bo'ldim-da. Shunaqa deb aytishga o'zim bilan olib yura olmasdim-da. Keyin joy topa olmagandan keyin Yunusobod tumani har xil bekatlarda tunashga majbur bo'ldim. Bolalarimni suv yemasligi uchun adyol qo'limda, sumka bilan adyolim bor edi. Bolalarimni adyolga o'rab, o'zim bekatda tunagan kunlarim juda ko'p bo'ldi-da. Mana Toyir xo'jakaga o'xshagan yaxshi insonlar bor, yordam berishdi menga ham, farzandlarimga ham. Muhabbat opa, siqilmang. Hozir imkon boricha qo'ldan kelgancha mana shu holatni chuqurroq o'rganamiz va sizga
madad qo'lini birgalikda cho'zamiz degan umiddaman. Men bu ayolni bir necha marta kechki paytlari shu bekatlarda bolalari bilan turganini ko'rgan edim. Qayerda u? Yunusobod bekatlarida. O'sha yoqdan o'tib ketayotganda kechki paytlarda bir necha marta ko'zim tushgan. Yunusobod tumanida yoshlarni ko'zi tushgan ekan. Bu yerda mana zalda mas'ul idora vakillari o'tirishibdi. Ichki ishlar xodimlari, mana Yunusobod hokimiyatini vakillari o'tirishibdi. Muhabbat Isayeva 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan ko'cha-kuylarda Yunusobod tumanidagi bekatlarda tong ottirayotganidan xabaringiz bormidi? U masala bo'yicha xabarim yo'q edi. Bekatlarda tunashga majbur bo'layotgan bir paytda mana shunday yurtdoshlarimiz bilan bevosita shug'ullanishga mas'ul bo'lgan idoralar kimlar hisoblanadi? Nafaqat Muhabbat opani barcha fuqarolarimizda Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan shaxsiy huquqlari, ijtimoiy huquqlari, yashash huquqingiz bor. Masalan, bu yashash huquqi uzviy huquq, bu ajralmas huquq. Uni hech kim ajrata olmaydi, yashash huquqingiz bor. Yoki bo'lmasa mehnat qilish, erkin kasb tanlash huquqingiz bor. Tibbiy xizmatdan foydalanish, ta'lim olish huquqi, bolalaringizda, farzandlaringizda mol mulkka ega bo'lish huquqingiz bor. Mana shu huquqlaringizni barchasi Konstitutsiyada belgilangan. Avvalambor o'z-o'zidan savol tug'iladi-da. Nimaga bunday holatga tushib qoldi bular? Muhabbat, sinimizdan shu savolga javob olaylik. Yunusobod tumani 14-dahada o'zimizning 2 xonali uyimiz bor edi. Bizda 4 farzandimiz, 3 qiz, 1 o'g'il. Shuni ko'paytirish maqsadida Adamli Isayev Hamidulla 3 xona qilamiz. O'g'lim ham bor, kelin tushirishim bor, boshqa bor deb, shuni oldi-sotdi qilamiz deb biz uy oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan maklerga aldanib ko'chada qolib ketganmiz. 2002-yildan beri ko'chadamiz. Bu holat bo'yicha ichki ishlargami, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilganmisizlar? Yo'q, biz ariza murojaat qilmaganmiz. Sababi o'sha bizning uyimizni oldi-sotdi qilib beraman degan inson bizning amakimiz bo'lganlar, adam ukalar. Oldi-sotdi qilgan davrlarda bir ikkita odamga sotgan ekanlar. Endi pullarini olganlar, boshqa qilganlar. Qonun orqali jinoyat javobgarligi tortildilar. Qamoq jazosini o'tab 9 yil bo'ldi, olamdan o'tib ketdilar-da. Biz ikki o'rtada endi ukam, jigarim deb ustidan yozmadilar-da. Asosiy sababi o'zimiz ham aybdormiz, to'g'ri. Qisman aybdormiz-da. Mana shunaqa yurganimizga. Qarindoshchilik deb turib, qarindosh urug'lab turib, bular ariza bilan murojaat qilmaganda. Bular o'sha paytda, o'sha zahotiyoq ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, o'zini nimasiga qarab turib ko'rib chiqilardi-da va o'sha amakisiga nisbatan firibgarlik jinoyati bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atib turib, o'sha sud tomonidan jazo muddatlari belgilanadi. Ham u o'sha joyda, o'sha sud tomonidan ularni o'sha mulki qaytarib olish mumkin edi. O'sha yashab turgan 2 xonali uylarni qaytarib olishlari mumkin edi. Muhabbat opa, qachon turmushga chiqqandingiz? 2002-yil 8-mart kuni Zangata tumani Navoiy jamoat xo'jaligi turmushga chiqqanman. 2016-yil 12-fevralda turmush o'rtog'im olamdan o'tganlar. 2 nafar farzandim bilan qolganman. Turmushga chiqqan ekansiz. Kelinlik xonadoningizda-chi nimaga ana o'sha uyda qolmadingiz? Shaxsimni tasdiqlovchi hujjatim bo'lmaganligi uchun faqat shar'iy nikoh bilan yashaganman, qonuniy nikohim bo'lmagan. Shuning uchun farzandlarimni ham yolg'izona deb olganman. Shuni sabab qilib, ro'kach qilib, qonuniy zaksda bo'lmagansan, keyin loqal bitta ro'yxatimizda ham yo'qsan degan gaplar bilan meni o'sha yerdan xo'jayinimning yillari oxirgi marosimlari o'tgandan keyin meni yerdan chiqarib yuborishdi. Mahalla idoralariga murojaat qildim, o'sha tuman hokimiyatiga murojaat qildim. Hech bo'lmasa ro'yxatda bo'lganingizda sizga nimadir ko'mak bergan bo'lardik. Siz Yunusobod tumani fuqarosi ekansiz, bular bilan hatto zaksingiz ham yo'q ekan, biz hech narsa qilib bera olmaymiz degan mazmunda javob oldim. Bir kun chiqib mashinaga beringlar, otam uyiga ketaman, otam bilan qayerdadir yashashyapti deyishdi. Keyin mahalladan mashina qilib berdik, bular ko'chib ketdilar. Keyin yaqinda keldilar. Portalga murojaat qildim, pasportimni oldim. Menga shu yerda oldin yashagan degan spravka ma'lumotnoma bering dedilar. Men bularga ma'lumotnoma berdim. Faqat o'g'illarga metr qilayotgan ekanlar. Shu paytdan shu paytgacha shu yerda yashagan degan ma'lumotnoma berdik. Bizning studiyamizda FHDYO mutaxassislari vakillari ham o'tirishibdi. Mana shu holat yuzasidan sizning ham fikrlaringizni tinglamoqchi edik. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 13-moddasiga asosan nikoh fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari qayd etish organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab qonuniy hisoblanadi. Diniy rasm-rusumlarga asosan tuzilgan nikoh hech qanday huquqiy ahamiyatga ega emas deb belgilangan. Ya'ni nikoh fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlarini qayd etish organlarida ro'yxatga olingandan boshlab bu nikohga kirgan shaxslar
er xotin hisoblanishadi va o'rtada er xotinlik huquq va majburiyatlar vujudga keladi. FHDYO organlari tomonidan nikohni qayd etilgani bo'yicha taqdim etilgan hujjat bo'lmasa, nikoh hattoki o'qish mumkin emas. Demak, o'sha domla ham bu yerda hozir aybdor bu muhabbat bilan 2 nafar farzand bilan shunaqa ahvolga tushib o'tirishlarida, to'g'rimi? Aynan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham o'sha qonunsiz ravishda shar'iy nikohdan o'tganligi uchun o'sha domlani, mullani ma'muriy javobgarlik masalasi ham belgilab qo'yilgan. Endi mana hozir aytyaptilar, mana shar'iy nikohdan o'tgan ekan. Ichki ishlar organlari mahallarda o'sha aholi o'rtasida xotin-qizlar qo'mitasi, boshqa tegishli tashkilot, mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda doimiy ravishda biz uchrashuvlar, davra suhbatlar o'tkazib, FHDYO xodimi singlimiz aytgandek, o'sha holatlarni hammasini tushuntirib kelamiz. Mana singlimiz qonuniy nikohdan o'tganlarida bu holatga tushmagan bo'lardi. Ijodiy guruhimiz Muhabbat opani qaynonalari bilan suhbatda ham bo'lishdi. Barchamiz e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Yangi kelin bo'lgan paytingizda, u mana tepada, mana bitta bir ikkita joyi bor ekan. Shu yerdan bir ikki joy so'rasangiz, amallasangiz desam, xo'p dedingiz, ish bilan ovora bo'laverdingiz bolam. Agar siz o'sha vaqtda so'rab olganingizda, o'sha chakalarini tozalab yurgan paytingizda, o'sha chakalayni o'zidan joy qilardingiz, o'zidan. To'g'ri. Bu yerda olmayman. Yo tuzliroq joyga, keyinroq joyga boraman dedingiz. O'sha keng joy ham bo'lmadi bolam mana. Ko'chada qolib ketdim, ikkita bolam bilan, Mohiy bilan, Akbar bilan Yunusobodda Astanovkalarda yashayapman. Hozir bular yashashga joyligi yo'q ekan. Shu uyda birga yashash iloji yo'qmidi? Shu sizni qizingiz bilan hammaligi. Unaqa imoratsiz bemalol bo'lsa ekanki, mana bolam men bu yoqqa o'tirdi desam, bu yoqda yo'q-ku. Endi ilojim qancha joyi bo'lsa, boshimga o'tkazaman agar joyim bo'lsa, boshimga. Muhabbat opa, demak mana hozir qaynonangiz videoda aytayaptilar, sizga mana shu uy-joy qilish bo'yicha qandaydir demak maslahat bergan ekanlar o'z vaqtida, to'g'rimi? Bu qanday maslahat edi va siz nima uchun mana shu maslahatga rioya qilmadingiz? Bu maslahatlari yashagan Zangiota tumanimizni hokimiyatiga chiqib, o'sha uy-joy so'rab, yordam so'rab chiqing. Keyin o'sha Zangiota tumanida ishlardim-da, bolalarimni, oilamni, ro'zg'orimizni yurg'izish uchun turmush o'rtog'im yordam bo'lsin deb ishga chiqardim. Bir joyga bordim, hozir eshitdinglar, chakalezor borib tozaladingiz deyaptilar. Bir namatay o'stirilgan joy borib tozaladik turmush o'rtog'im bilan birga. O'shani egasidan bo'lsa ham joy so'raganingizda berardi deb aytgandilar-da menga. Lekin men odamdan joy so'ramasdim, chunki u meni tanimaydi, men uni tanimayman. Shunchaki borib yonlama ishchi hisobida kundalik pulimizni olib kelganmiz-da. Ko'ryapmizki, barcha muammolar sababi fuqarolikni tasdiqlovchi hujjatning yo'qligida. Bizga ma'lumki, O'zbekiston qonunchiligida har bir voyaga yetgan O'zbekiston fuqarosi hujjat olish huquqiga ega. Nimaga mana shu turmushga chiqayotgan paytingizda hujjatingiz yo'q edi fuqarolikni tasdiqlovchi? Keyingi muammolar bevosita shunga bog'liq ravishda kechgan. Shu savolga javob olmoqchiman. Men 16 yosh olganman, pasport, shaxsim tasdiqlovchi hujjat olganman. Birinchi ilk bora hujjat olganda 16 yoshda olinadi, keyin 25 yoshda alishtiriladi. O'sha 25 yoshda alishtiradigan paytimda ro'yxatda turadigan manzilim, joyim bo'lmagan uchun alishtira olmaganman. Inson o'zini taqdiriga qaysidir ma'noda o'zi ham balki sababchi bo'lar ekan, o'zini mehnati bilan, o'zini o'sha kurashishi bilan o'ziga uy-joy qiladi, o'ziga vatan qiladi odamlar. Olma-pish og'zimga tush deb o'tiraverishdan hech qanaqa naf chiqmaydi. Balki harakat qilgandirsizlar, o'xshamagandir. Nimalar bo'lgandi? Muhabbat opa, yana uy-joydan tashqari kunlik yashash uchun pul topish kerak. U bu joyga ishga kirish uchun ham bir murojaat qildingizmi, yo'qmi? Shaxsim tasdiqlovchi hujjatim bo'lmagani uchun davlat korxonalariga ishga kirishga imkonim bo'lmagan, chunki u yoqqa borsangiz pasport so'raydi, turdovoy ochish kerak. Faqatgina staloylarda, oshxonalarda idish-tovoq yuvuvchi yoki farosh bo'lib ishlab kelganman. Shu orqali ro'zg'orimni yurg'izganman. Hozirgi paytda oxirgi 10 kun muddatda ishsizman. Ota-onam bilan yashaganim uchun faqat adam olib kelganlari bilan kun ko'ryapmiz. Taklifim borki, o'sha bularni uysiz qolishiga ukalar aybdor bo'lgani, o'shalarning uyiga ro'yxatga tursa bo'lmasmikan? Kelishib aka-ukachilik, milliy qadriyatimiz bor-ku, aka-uka, opa-singil. Ular kelishsin, murosa qilishib shunaqa tursa bo'larmikan? Amakimlar shu sud jarayonida oldi-sotdi qilgan odamlardan pul olib, boshqa qilgan paytlarda topgan pullar orqali topilgan uy-joylari, mashinalar davlat hisobiga musodara bo'lib ketgan. Ularning uy-joylari ham yo'q, aksiga olib 9 yil bo'ldi olamdan o'tib ketganlariga. Hokimiyatga ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro sifatida uy-joy berishi bo'yicha murojaat qilganmisiz? Uy-joy masalasi bo'yicha murojaat qilmadim. Birinchi bo'lib murojaat qilmaganman. Demak, bunday huquqingiz borligidan xabaringiz yo'q edi hozirgi vaqtgacha.
bular menga murojaat qilganlar, men arzonlashtirilgan uylar tavsiya qilganman, kredit asosida ro'yxatga kiritganman. Nechinchi raqam ostida turibdilar hozir ro'yxatda? 2906. Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uy-joylarga navbatga qo'yilganlar Yunusobod tumanidan. Mana hozir uy-joy haqida to'xtalyapmiz. Uy-joy bilan ta'minlash masalasi tuman hokimligining vakili hozir gapirib o'tdi. Sizni agarda to'lov qilishga imkoniyatlar bo'lmasa, Vazirlar Mahkamasining 1994-yilda qabul qilingan 325-sonli qarori bor. O'zbekiston Respublikasida kommunal uy-joy fondlari to'g'risida nizom bor. O'sha nizomda kam ta'minlangan oilalarga, yetim farzandlari boquvchisini yo'qotgan oilalarni uy-joy bilan ta'minlash tartiblari aniq belgilab qo'yilgan. Aynan o'sha nizom bo'yicha komissiya tuzilgan. O'sha komissiyada ko'rib chiqib, dalolatnoma tuzib, haqiqatan ahvolingizda yashash sharoitingizni o'rganib, tuman hokimligining qarorini chiqarish masalasida dalolatnomani kiritadi. Hokim qarori chiqarib, o'sha hokimning qarori o'sha uy-joy bilan ta'minlash uchun asos bo'ladigan order berishga asos bo'ladi. Hokimiyat vakillariga yana yuzlanamiz. Hozirgi kunda birinchi navbatda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini uy-joy bilan ta'minlashimiz kerak. 29 ta mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini uy-joy bilan ta'minlaganimizdan keyin bularni ro'yxatga qo'yish tarkibi komissiya asosida ko'rib chiqiladi. 29 nafar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini uy bilan ta'minlash uchun ham albatta sir emaski, ma'lum bir muddat talab etiladi, to'g'rimi? Nahotki mana shu muddat davomida oila Muhabbat Isayeva o'zini 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan qanday chora ko'rish kerak? Yana bekatlarda tong ottirib yuraveradimi oila? Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari may oyida o'qishni bitirib chiqishadi. Vazirlar Mahkamasining 164-sonli qaroriga asosan ularni uy-joy bilan ta'minlashimiz kerak birinchi navbatda. Muhabbat Isayevaga biz 3 oyga mashinasozlar 18A ni 3 oyga ajratganmiz, pasportlarini olib, dokumentlarini to'g'rilab olguncha vaqtincha berganmiz. Hozirgi kunda bizda bo'sh xonadonlar yo'q. Prezidentimizning virtual qabulxonalariga murojaat qilgandim. 2017-yil 13-mart kuni shaxsini tasdiqlovchi hujjatni oldim. Yunusobod tumanida kabel zavodiga qarashli yotoqxona bor ekan. Shu yerga 3 oy muddatga hujjatimni tiklab olishim uchungina meni shu yerga ro'yxatga qo'yishdi. Endi men shuncha yil ro'yxatsiz, shaxsim tasdiq hujjatsiz yurganim uchun ko'p hujjatlar yig'ishimga to'g'ri keldi. Keyin ozgina kutish kerak bari pasport olishingizga. Shu bilan 2 oy muhlatim o'tib ketdi. 17-may kuni ro'yxatim tugaydi. Undan keyin yana ro'yxatga qo'yishga joy qidirishim kerak. Muhabbat opa, vaqtinchalik ro'yxatda turgan bo'lsangiz, hozir albatta zudlik bilan shu ichki ishlarni xorijga chiqish kelish boshqarmasi bo'limlariga vaqtinchalik muddatni uzaytirish haqida murojaat qilish kerak. Albatta uzaytirib beradi. Men Yunusobod tumani hokimiyatimizga murojaat qildim. Cho'zdirsam bo'ladimi dedim. Endi menga rad javobini berishdi. Biz faqatgina sizni hujjatingizni tiklab olishingiz uchungina etga ro'yxatga qo'yganmiz. Endi sizni hech qanaqa haq huquqingiz yo'q deydi. Keyin men bekatlarda yashab yurgan paytimda men qidirib bordim, o'sha kabelniy zavod yotoqxonasi qayerdaligini ham bilmasdim-da. 9 kvadrat metrli xona ekan. Yunusobod tuman hokimiyatiga murojaat qildim. 2 voyaga yetmagan farzandim bilan bekatlarda yashayapman. Mayli 9 kvadrat bo'ladimi, 5 kvadrat bo'ladi, o'sha yerga meni qo'yinglar, men joy topgunimcha o'sha yerda yashayman. Shu yerga ro'yxatga qo'yilgan ekanman. Men o'sha yerda yashashga ozgina 3 oyga bo'lsa ham meni haqqim bor-ku dedim. Yunusobod tuman hokimiyati menga rad javobini berdi. Yo'q, faqatgina pasportingizni tiklash uchun biz siz yerga qo'yganmiz. Yerda yashashga siz haqqingiz yo'q deyishdi. Hokimlik vakillariga yuzlanamiz. Hozir mana aytayapsiz, biz o'sha uyni ajratgan edik deb. Muhabbat opa aytayaptilar, men uyga bordim, meni kirgizishmadi. Hech qanday huquqingiz yo'q, bu yerda yashamaysiz deb aytishdi, deyaptilar. Bular shunaqa bekatda yotib yuraveradilarmi? Qandaydir yordam bera olmaymizmi? Bular masalalari endi boya aytib o'tganlaridek 325-sonli qaroriga asosan komissiya tarkibida ko'rib chiqiladi. Komissiya tarkibida ko'rib chiqiladigan masala. Ulug'bek, ayta olasizmi, mana shu komissiya yig'ilishi, o'sha tartibda ko'rib chiqish muddatlari qachon taxminan bo'lishi mumkin? 2 hafta, uzoq borsa 1 oyda ko'rib chiqiladi. Qanday hujjatlarni navbatga turish masalasi ko'rib chiqiladi-da. Zafar aka, fuqaro vaqtinchalik ro'yxatda o'tgan joyiga kirib yashashga huquqi bormi, yo'qmi? Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida propiskada turish, yashash tartibi bo'yicha qonun bor, keyin qonun osti hujjatlari bor, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan belgilangan. Unga muvofiq fuqaro o'sha vaqtincha yashab turgan joyda, doim propiskada turgan joyda, vaqtincha propiskada turgan joyda albatta yashashi kerak. Boshqa joyda propiskada turib, boshqa joyda yashashi mumkin emas. Agar fuqaro o'zini o'sha uyda yashash huquqini bilmasa, bu tegishli tartibda hokimiyat organlari bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari tomonidan ushbu huquq, ya'ni yashash huquqi fuqaroga tushuntirilishi kerak va o'sha uy-joydan foydalanish huquqi tegishli tartibda organlar tomonidan bu narsa ta'minlab berilishi kerak. Hokimiyat organlari nima uchun, Muhabbat opani nima uchun huquq majburiyatlarini, uydan foydalanish huquqlarini tegishli tartibda tushuntirib bermagan? Muhabbat opa bu masala bo'yicha fuqaro pasport olish uchun murojaat qilganlar. Muhabbat opa, javob bering. Sizga demak o'sha ro'yxatga qo'yib berishganida sizga tushuntirishdimi? Mana shu uyga ro'yxatga qo'yildingiz vaqtinchalik 3 oyga va siz
mana shu uyda yashash huquqiga egasiz 3 oy mobaynida deb shu manzilda yashash huquqingiz borligini sizga tushuntirishdimi? Yo'q. Muhabbat opa singari, ularning otalari, onalari va 2 nafar singillari ham bir necha yillardan buyon pasportsiz yashab kelmoqdalar. Keling, hozir ularning otalari Hamidullo akani ham mana shu yerga taklif etamiz va vaziyatga yanada oydinlik kiritamiz. Marhamat. Hamidulla aka, shu o'rinda bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana yuqorida Muhabbat opa aytib o'tdilar, demak, o'sha sizning xonadoningiz sotilib ketishiga va bugun oilangiz mana shunaqangi sargardonlikka uchrashiga qaysidir ma'noda, demak, sizning adashmasam ukangiz aybdor sababchi bo'lganlar. Natijada bugun butun boshli bir oilangiz, demak, ko'chada. O'sha paytda siz mana ichki ishlar idoralari vakillariga yuz xotir qilib, o'zbekchilik qilib murojaat qilmagansiz. O'zingizni aybdor his qilasizmi hozir mana shunaqa paytda? Men aybdor his qilaman. Endi dokumentim bo'lmagani uchun hech qayerga chiqa olmadim. Qayerga borishimni ham bilmadim. O'sha vaqtda sudga murojaat qildi, biron bir tanishingiz bo'lsa ham maslahat bermaganmidi? Yo'q, hech kimdan maslahat so'ramaganman. Mani bularga savolim bor. Aka, siz mahallaga chiqqanmisiz bu masala bo'yicha? 2 yildan buyon pasport rejim bo'ladi. O'sha paytda o'tganmisiz siz? Yo'q, bormaganman. Yana beparvolik, mana akamiz ko'ryapmizda, qizlari faqatgina qizlar yuribdi deydi. O'sha hududdagi mana mahallaga murojaat qilmagan. yoki bo'lmasa tegishli mana hokimiyatga murojaat qilishlari kerak edi. Undan tashqari Muhabbat sinimiz aytayotdilar, biz bekatlarda yashab yuribmiz dedi. Biz O'zbekiston bunaqasi yo'q, lekin menimcha mana sinimiz bekatlarda yashab yurgan bo'lsa, bizni ichki ishlar organlarining tungi xizmatdan xodimlarning xizmati olib boradi. Mana nima degan? Bir marta o'tishganda, endi bekatda o'tirgandan keyin ichki ishlar xodimi ikkita bolam bilan o'tiribman, tag'in aksiga olib hujjatimni ham временный propiskadaman, vaqtincha ro'yxatdaman. Vaqti kelganda shunaqa bo'ldi, domlarni podyezdlariga kirib bekingan hollarim ham bo'ldi, lekin 3-mi 4-kuni o'sha siz aytgandek qo'riqlash xodimi kechqurun shu patrul qilib yuradiganlardan bittasi kelib, nima uchun bunaqa qilib yuribsiz, uy joyingiz yo'qmi deb mendan suhbat oldilar. Ularga sharoitimni tushuntirdim. Bunaqa yurmang, o'zimizdan o'zbek ayoli ekansiz. Bizning bunaqa yurtimizda yurish to'g'ri emas dedilar. Endi sharoitim shunaqa bo'lib qoldi. Joy qidiryapman, ish qidiryapman, topib qolsam, xudo xolasa sizlarni bezovta qilmayman degan mazmunda javob berdim. Sizga nimadir maslahat berishdimi? Nima qilish kerak deyishdi? Ular aytishdi, shu tuman Yunus qayerda oxirgi ro'yxatingiz qayerda tug'ilgansiz deyishdi. Toshkent shahrida tug'ilganman. Oxirgi ro'yxatim Yunusobod tumani dedim. Yunusobod tuman hokimiyatiga murojaat qiling, sizga qanaqadir yo'l yo'riq o'rgatishadi, yo'l yo'riq ko'rsatishadi degan mazmunda maslahat berdilar. To'g'ri maslahat bergan. Agar vaqtinchalik ro'yxati ham muddat o'tib ketgan bo'lganda, o'sha yashash va ish joyi noaniq bo'lgan shaxslarni shu reabilitatsiya qilish markazlari bor. Bu sinimizni o'sha markazga joylashtirgan bo'lishi mumkin edi. Voyaga yetmagan farzandlarni esa voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan bo'lishi mumkin edi. Ulug'bek aka, endi hozir mana hademay vaqtincha o'sha yashash joylari, propiskalari tugaydi muhlati. Endi reabilitatsiya markaziga borish imkoniyati bormi Muhabbat opada? U reabilitatsiya markaziga o'sha yuqorida aytganimdek yashash va ish joyi noaniq bo'lgan shaxslar. Bularni endi shaxsini aniqlovchi tasdiqlovchi hujjati bor bularni. 17-mayda tugaydi-ku. Endi tugasa, bular haliga yuqorida hamkasbimiz aytganlaridek cho'zdirish kerak bularni muddatini. Yunusobod tumani hokimiyatiga murojaat qildim. Agar eslagan bo'lsangiz, Ulug'bekga murojaat qilgan. Siz shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingizni olib olishingiz uchungina biz ro'yxatga qo'yganmiz. Endi cho'zib bera olmaymiz deyishdi. Tangani yana bir tomoni bor. Bular o'sha vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan joyga mana shu yerda yashab turadi, borsalar kiritishmagan. Bu holatda fuqaro nima qilish kerak? Eshigida qulib turibdi. Shu tuman hokimiyati o'sha bergan joyga kiritib qo'yish kerak edi bularni. Kabil zavodni yotoqxonasiga qo'yishdi mana deb aytdingiz, to'g'rimi? Bu kabil zavod emas, mashina sozlar. Birinchi yotoqxona 18A xonadon ajratilgan 3 oyga pasportlarini tiklab olish uchun. Siz ajratilgan deyapsiz-da. Lekin bular yashamaganman deyaptilar. Sizlar o'sha yerda faqat ro'yxatdan o'sha uyga ro'yxatdan o'tkazib bergansizlar. Vaqtincha. Hozir yashamaganman deyaptilar. Siz ajratilgan deysiz. Nimaga agar ajratilgan bo'lsa 3 oy yashab turadi shu odam bo'ldi mana deb olib kirib qo'ymadinglar? Bular pasportlarini tiklab olish uchun biz ro'yxatga qo'yib berganmiz. Ko'chada yashab yurursin, pasporti bo'lsa bo'ldi, shunaqami? Ko'chada yashashlarini biz bilmaganmiz. Avvalom o'sha hujjatimni tiklash uchun so'raganman, keyin o'sha oxirgi payt bekatlarda yashab yurgan paytimda juda ham noiloj bo'ldim. Eslayman borganimni. Ko'chada men ikkita bolam bilan men shotga ro'yxatga qo'yilgan ekanman. Meni shotga hech bo'lmasa muddatim tugaguncha yashab turay deganimda siz qo'limdan pasportimni olib, yoningizdagi ishchini oldiga shunday pasportimni otib yordingiz-da, kim bularni betga qo'ygan ro'yxatga dedingiz. Endi uzr,
Mirazzam aka, Mirqosimov Mirazzam akani qarorlari asosida dedim, mani shu yerga ro'yxatga qo'ygansizlar, nimaga bilmaysiz, bilasiz-ku deganimdan keyin sal o'zlarini bosib oldilar. Savolni biroz boshqacharoq beramiz. Vaqtincha yashash uchun Yunusobod tumani Mashinasozlar ko'chasi 1-uy 18A xonadonga mana berilgan ekan. Pasport olish uchun vaqtincha manzil berilsa-da, u yerda yashash huquqi bo'lmasligi mumkinmi? Yo'q, bular endi pasportlarini tiklab olish uchun biza 3 oy muddatga bergan biza. Mana savolimga javob bering. Endi bularning masalasini men yana bir bor aytaman, pasportlarini tiklash uchun doim vaqtincha ro'yxatga qo'ygan biza. Men o'sha yerda yashaydigan ayollar bilan gaplashdim. Bu qanaqa joy o'zi? Men endi keldim, meni shu xonadon 18-A xonadonga ro'yxatga qo'yishgan. Shuni qanaqa ekan, nima ekan deb ko'rgani keldim desam, Yunusobod tumanidagi kabel zavodiga qarashli yotoqxona bu deyishdi. Lekin eshikda pechatlari bilan muhrlangan bitta qulib turibdi. Xona qancha anaqalikda, men ikkita bolam bilan ko'chada qoldim. Yashashga joyim yo'qdi, 9 kvadrat metr deyishdi. Keyin o'sha kuni endi borishga imkonim bo'lmadi. Hokimiyatga ertasi kuni borganimda, "Endi sizga yashash haqqingiz yo'q, faqat ro'yxatga turishingiz uchun qilganmiz" deyishdi. Singlingizga yana savol bermoqchi edimki, o'sha farzandlaringizni tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasi bormidi? Bor. O'sha tug'ilganlik guvohnomasi bor bo'lsa, o'sha tumandagi sudga murojaat qilib turib, o'sha kelin bo'lib tushgan uyga kiritib qo'yish mumkin edi. Hozir Muhabbat opada shunday imkoniyat bormi? Bor shunday imkoniyat. Buning uchun tuman sudiga uydan foydalanish haqida da'vo ariza kiritib turib, murojaat qilishlari mumkin. Hozir Zafar aka pasportlari yo'q mana. 17-da tugaydi. Adalarida ham yo'q, mana pensiya yoshiga yetgan ekanlar, lekin pensiya olmaydilar, sababi shaxsni tasdiqlovchi hujjat yo'q. Onalarida ham xuddi mana shunaqa holat. Undan tashqari mana hozir singillari turmushga chiqqan, farzandli, singillari ham hamon tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bilan yashaydilar va ularni tug'ilgan farzandlari ham 2-chi avlod, 3-chi avlod aniqrog'i mana hozir ular u jajji go'dakda ham hozir demak nima deydi, tug'ilganlik haqida guvohnoma yo'q. Nima qilish kerak? Nima endi bu avlod mana ketavermaydi-ku. Vaziyat qachondir haligi charxpalak orqasiga aylanib to'g'rilanib ketish kerak-ku, to'g'rimi? Nima yuridik jihatdan qanday qadam tashlasalar to'g'ri bo'ladi hozir? Pasport olish masalasi albatta ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Guvohnoma olish masalasida mana shu xodimimiz kelgan, guvohnoma olish masalasi. Tug'ilganlikka qayd etish bu majburiy bo'lib, ota-onani doimiy yashash joyidagi yoki bola tug'ilgan joydagi hudud bo'yicha FXDO organ tomonidan amalga oshirilishi kerak. Bu uchun ota-onani shaxsini tasdiqlovchi hujjat, nikohni tasdiqlovchi hujjatlar, bolaning tug'ilganligi haqida tibbiy ma'lumotnoma FXDO organiga taqdim etilishi kerak. Lekin hozir bilan fuqarolik pasportlari bo'lmagani uchun qonuniy nikohdan o'tmaganlar ham bu aniq. Pasportingiz bo'lmaganligi uchun, doimiy yashash turar joyingiz bo'lmaganligi uchun bola tug'ilgan joy bo'yicha, hudud bo'yicha siz vasiylik va homiylik bo'limiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak edi. Vasiylik homiylik bo'limi xat asosida FXDO bo'limiga hujjatlaringizni taqdim qilib, bu tug'ilganlik qayd etib beriladi. Men bu fuqarolarimizni bilan ayblamoqchi emasman, lekin bularda loqaydlik juda ham kuchli ekan. Bular fuqarolik pasportlari uchun harakat qilmaganlar. Mana hozir mahallamizdan kelgan vakillar ham aytishdiki, pasport rejimlar bor, ro'yxatga olindi, hamma narsa tekshirildi, bu etilgan bo'lsa kerak yoki har bir odam kasal bo'lishi bor, ham tibbiy xizmatlardan foydalanishi kerak. Hamma joyda sizlarga pasportingiz kerak bo'ladi. Bu loqaydlik birinchi sizlarda. Ariza bilan murojaat qilsanglar, mana bitta ariza yozdingiz, yordam berilib, sizning fuqarolik pasportingiz hal bo'ldi. Bu narsani hal qilish kerak. Bizning ijodiy guruhimiz aynan Muhabbatxonning katta farzandlari tahsil oladigan maktabda ham bo'lishdi. Keling, mana shu videoni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Bekatlarda tunab qolayotgan Muhabbat Isayevaning qizi Mohira 8-sinf o'quvchisi. Biz ijodiy guruhimiz bilan u ta'lim olayotgan Zangata tumanining 68-maktabiga borganimizda Mohiraning o'qish haqida ijobiy xulosalarni oldik. Mohira faol o'quvchilarimdan bittasi, mas'uliyatli, darslarga o'z vaqtida keladi, jamoat ishlarida ham faol qatnashadi. Hech siz bilan gaplashib, shu o'ksinib, boshpanamiz yo'q deb o'ksinib gaplashgan holatlari bo'lganmi? Bir marta bo'ldi shunaqa. Men bilan gaplashganida sal darsga kech qoldi. Shunda so'radim, nima bo'ldi, ahvol nima desam, shunaqa sal uzoqroq joydan kelyapman dedi. Hozir aniq turadigan joyimiz bo'lmagani uchun Yunusobod qatidandir dedi, bekatdan kelyapman dedi. Keyin endi achindim. Bekatlarda kiyimlarni yuvish, dazmollash uchun sharoitlar bo'lmagani sababli ba'zida Mohira kursdoshlarining uyida tunab qolishga majbur bo'lgan. Mohira 2 hafta oldin 11-aprel kuni boshpanasiz qolganini, keyin o'sha yordamga muhtojligini aytdi. Keyin men unga yordam qo'lini cho'zish
uchun uyimga taklif qildim. Keyin o'sha kuni uyimga kelib, birga maktabga kelib yurdik. Keyin 3 kun o'tgandan keyin Mohira ketdi. Maktab direktori bilan suhbatlashganimizda ularning Muhabbat Isayevaning oilaviy sharoiti bilan yaxshi tanish bo'lganliklari ma'lum bo'ldi. Boshqarmani buyrug'i bilan biz yakshanba kunlari hozir xalq bilan muloqot kunlarini o'tkazyapmiz. Shunda tuman hokimiyatidan kelgan odamlarga bular ota-ona sifatida qatnashdilar-da, o'sha kuni o'rnlaridan turib, keyin o'zlarini sharoitlarini tushuntirib berdilar. Shu darajada biz ko'chada qolib ketdik degan gaplarni gapirdilar. Men o'shanda shu darajada men og'irligini sezdim-da bularni. Bular yashab turgan uydan ham chiqib ketishgan ekan. Qorlarda, sovug'larda men ko'chada qoldim. Gaz, elektr yo'q bo'lsa biz o'lib qolamiz degan darajadagi gaplarni ishlatdilar-da. Video lavhada farzandingiz Mohiraning sinfdoshlari ham hatto yordam qo'lini cho'zganliklarini ko'rdik. Yuqorida mana Toyir aka ham yordam qo'llarini cho'zgan. Ulardan tashqari o'zingiz bilan ham suhbatda bo'lganimizda ko'pchilik yurtdoshlarimiz qo'ldan kelgancha ko'mak berish niyatida ekanligini bildirishdi. Bizchi mana mutasaddilar ishtirokida, mana shu yerga yig'ilgan tok-shou ishtirokchilari shu oilaga qanday yordam aniq takliflarni bera olamiz. Xulosa o'rnida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Mana Adliya vazirligining asosiy vazifalaridan ham bittasi inson huquqlarini, erkinliklarini o'sha davlat organlarida, muassasalarida himoya qilishdan iborat. Mana shu huquqlaringizni ertaga amalga oshirish uchun siz murojaat qiling. Ular tomonidan, davlat organlari, muassasalari tomonidan sizning huquqlaringizni amalga oshirishga qandaydir to'sqinlik qilsa, marhamat qilib Adliya vazirligiga ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Vaqtinchalik ro'yxatingiz 3 oy muddatga uzaygandan foydalanib turib, bu vaqtni o'tkazmasdan siz yashash joyingiz bo'yicha Yunusobod tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga murojaat qilib, farzandlaringizga nisbatan otalik belgilash haqida ariza bilan murojaat qiling. Muhabbat opa, albatta vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joyingiz bo'yicha, demak, mahalliy mehnat organiga murojaat qiling. Bu bo'yicha har bir mahallaga inspektorlar biriktirilgan. Mahalla inspektorlari sizga demak, o'zingiz yoqtirgan ishingizga, mutaxassisligingiz bo'yicha bandingizni ta'minlashga bevosita ko'maklashadi. Yuqorida aytib o'tishdi, bu o'sha berilgan 3 oylik vaqtinchalik muddatdan foydalanib, butun shu oila a'zolari doimiy ro'yxatdan o'tish chorasini ko'rishlari kerak deb o'ylayman. Buning uchun mana o'sha ichki ishlar organlariga doimiy ro'yxatga qo'yish uchun qanaqa shartlar talab qilinadi, nima kerak? Shuni menimcha oilaviy o'rganib, tezroq bu masalani hal qilishlari kerak, chunki yuqorida aytib o'tganlaridek avlod almashyapti. Bularni bolalari maktabni bitiradi, ertaga oliy ma'lumotli bo'lishga qiziqishadi yoki bir ishga kirish uchun ham albatta doimiy ro'yxatdan o'tgan fuqarolik pasporti talab etiladi. Kommunal fondga ro'yxatga kiritish bu komissiya tarkibida ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda ariza bilan murojaat qiling. Vaqtincha ro'yxatga turgan manzilingizga 3 oyga muddatingizni cho'zib joylashtirib qo'yamiz. Biz ushbu mavzuga odamlar orasida tok-shou orqali yana qaytamiz. O'ylaymizki, mutasaddi idoralar vakillari ushbu mavzuga alohida e'tibor qaratishadi va yechim izlashadi. Bu odamlar orasida tok-shou edi. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bizga murojaat qilishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. Ko'rishguncha.